Audio ertak. Dehqon bilan ayiq. Ertak bolalarni qo'rqmas, botir bo'lishga, rostgo'ylikka va halollikka o'rgatadi. Ertakni Zarbdor tuman axborot kutubxona markazi xodimi Ozoda Musayeva o'qidi. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Bir dehqon bo'lgan ekan. Uning uyi o'rmon etagidagi qishloqda ekan. Dehqonning birgina sadoqatli otidan boshqa hech kimi yo'q ekan. O'rmonda esa bir ayiq yashar ekan. O'sha ayiq kattagina bir to'nkaga o'tirib olib, payraha yulishni yaxshi ko'rar ekan. Ora-chora bo'kirib ashula ham aytar ekan. Bir kuni dehqon bobo sholg'om ekish uchun dalada xirgoyi qilib yer hayday boshlabdi. Uning ovozini eshitgan ayiq to'nkasini quchog'iga olganicha dala tomon yo'l olibdi. Borib dehqonga o'shqira boshlabdi. "Hoy chol, nega to'nka o'yinimni buzyapsan? Hozir seni majaqlab tashlayman." "Unday qilma ayiq polvon, kel, yaxshisi birga sholg'om ekaylik. Hosil yetilgandan so'ng esa menga uning ostki qismi, senga esa ustkisi", debdi dehqon. "Xo'p, mayli, faqat o'zing ishla. Men esa to'nkamda o'tirib tomosha qilaman." Kunlar o'taveribdi. Quyosh charaqlab yerni qizdiribdi. Yomg'ir yog'ib ekinni sug'oribdi. Ularni ko'rib ayiq polvon xursand bo'lib do'rillabdi. "Hoy bobo dehqon, hosilning ustki yig'ib olish kerak." "Yo'q ayiq polvon, hali erta, kuzgacha kutaylik", debdi dehqon. Kuz kelibdi. Sholg'om kattakon bo'libdi. Ayiq polvon kelib yana do'rillay boshlabdi. "Hoy dehqon bobo, hosilni qachon yig'ib olamiz?" "Ana endi vaqti keldi ayiq polvon", javob beribdi dehqon bobo. Dehqon hosilni yig'ishtira boshlabdi. Ayiq polvon bo'lsa shu on hoziru nozir bo'libdi. "Qani dehqon bobo, tegishimni ber", debdi. "Xo'p, mayli ayiq polvon, kelishganimizdek senga usti, menga osti." Ayiq hosilni taqsimlar ekan, o'zida yo'q xursand bo'libdi. Chunki hosilning usti bargini o'ziga, yer ostidagi sholg'omni esa dehqonga tutqazibdi. Dehqon sholg'om ortilgan aravani uyiga olib ketibdi. Ayiq polvon esa qo'lidagi bargdan tishlab ko'rgan ekan, yuzlari tirishib ketibdi. Keyin jahl bilan hamma hosilni otib yuboribdi. Keyingi yil dehqon bug'doy ekibdi. Bug'doy unibdi. Dehqon bobo bug'doyni o'rish uchun kelsa, ayiq polvon uni poylab turgan ekan. "Hoy dehqon, mening ulushimni ber, bo'lmasa ezg'ilab tashlayman." "Sen hosilning qaysi qismini olasan ayiq polvon?" deb so'rabdi dehqon. "Endi menga hosilning ostini ber, o'zingga esa ustini olasan", debdi ayiq. Dehqon bug'doyni o'rib aravaga ortibdi. Ayiq polvonga o'zi aytganidek hosilning osti poyasini qoldiribdi. Ayiq iniga olib kelgan hamma poyani chaynab ko'ribdi. Shunday bemaza ekanki, ayiq alamidan bo'kirib yuboribdi va endi hech qachon dehqon bilan sherikchilik qilmaslikka qasam ichibdi. Shuning bilan ertagimiz tamom bo'ldi. Sizlarga esa xayrli tun tilaymiz azizlar.